Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hozir sizlar bilan birgalikda T3 modelimizni ko'rib chiqamiz. Bu modelimiz eng oson va sodda model hisoblanadi, lekin ishlashiga v общем gap yo'q. Eng zo'risi ham bo'ladi. Ichidan o'zini qo'llanmasi chiqadi. Keyin detektorimizning o'zi ko'rishingiz mumkin. Detektorimizning o'chirib yoqadigan knopkasi past qismida joylashgan. Tepadagi signal kuchaytirib beradigan knopkasi 3-skorsgacha ko'tarsanglar bo'ladi. Ko'rasizlar, 20 sm uzoqlikdan topadi. GPS'ligi bo'lsa 5 minutdan 1 soatgacha bitta dona link beradi ishlayotgan GPS'ligi. Ko'rishingiz mumkin, buni ham o'rtada qizil shishali chirog'i bor. O'chirib yoqish tugmasini bir marta bossangiz, orqada infrakrasniy nuri yonadi. Bu xona yoki mashinalarning ichidan ko'z bilan skryuti kamera topish imkonini beradi. Detektorimizning pastki qismida zaryadga qiladigan joy joylashgan. To'liq zaryad bilan 1 soatdan 2 soatgacha ishlab beradi. Kimga shunaqa detektorlarimiz kerak bo'lsa, tekshirib beramizga aloqaga chiqinglar. Bunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar.